Instrumental texnik tekshiruv xulosalari hamda muhandislik geologik tadqiqotlar natijalari bo'yicha hisobotlarni tayyorlashda endi qog'ozbozlik va ortiqcha vaqt sarflash yo'q. Shaffof qurilish bularni ham raqamlashtirdi. Instrumental texnik tekshiruv xulosasini tayyorlash uchun ayni yo'nalishda litsenziyaga ega tashkilot xulosalar.shaffofqurilish.uz saytidagi shaxsiy kabinetga kirib, yangi qo'shish tugmasini va xulosa berilayotgan obyektning kadastr raqamini kiritib tekshirishni bosadi. Shundan so'ng qatorlarda obyekt haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ladi. Xaritadan o'sha obyekt belgilanib, pastki qatorlarga xulosa berishda ishtirok etayotgan xodimlarning ma'lumotlari kiritiladi. Endi laboratoriya xulosasi biriktirilib, xulosa matni yoziladi va shakllantirish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng bu hujjat xulosalar reyestrida paydo bo'ladi. Xato yoki kamchiliklar bo'lsa, tahrirlash tugmasi orqali o'zgartirish kiritilib, yana shakllantirish tanlanadi. Barchasi to'g'ri bo'lsa, hujjat yakunlanadi va elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanadi. Muhandislik geologik tadqiqotlar natijalari bo'yicha hisobotlar ham shu tartibda qilinadi. Faqat bunda laboratoriya xulosasi bilan birga grafik reja va o'tkazilgan tadqiqotlarning videosi ham biriktiriladi. Qolgan jarayon bir xil. Eng muhimi qulaylik. Endi buyurtmachi loyiha smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazishga ariza berishda yuqoridagi hujjatlarni avvalgidek skaner qilib biriktirishi shart emas. Ularning reyestr raqamini kiritsa bo'ldi. Bu tizimda avtomatik aks etadi.